Aholimiz tomonidan bizlarga juda ham ko'p savollar va murojaatlar kelib tushadi. Lor a'zolari tomonidan qaysi kasallik eng ko'p uchraydi? Lor a'zolarida embrional davrda rivojlanishda eng ko'p hosil bo'ladigan, uchraydigan kasallik bo'lib, bu burun to'sig'ini qiyshayishi hisoblanadi. Ya'ni insonda har birida 95-97% holatda burun to'sig'ini har xil darajada qiyshayishi kuzatiladi. Bu bemorlarni shikoyatlariga qarab ko'pchiliklariga jarrohlik amaliyoti tavsiya qilinadi. Bu 95-97% bemorlarda uchragan burun to'sig'ini qiyshayishi operatsiya qilish kerak degani emas. Burun to'sig'ini qiyshayishi qachonki bemorlarga xalaqit berganda, ya'ni burundan nafas olishni qiyinlashishi, burunda har xil ikkilamchi kasalliklarni kelib chiqishi, oqibatlarini kuzatilishi burun to'sig'ini to'g'rilash operatsiyasiga tavsiya bo'lib ko'rsatiladi. Shuning uchun bizlarda burun to'sig'ini qiyshayishini operatsiya qilish yo'li ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bular hammasi hozirgi kunda endoskopik kam jarohatli operatsiyalar yordamida jarrohlik amaliyoti qilinyapti. Bunday bemorlar kam jarohatli operatsiyalarni xohlaydigan bo'lsa, shunaqa kasallik bilan shikoyatlar bilan qiynalib yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Burun to'sig'ini kam jarohat qilib endoskop yordamida jarrohlik amaliyoti yordamida operatsiya qilib to'g'rilab beramiz. Nafas olishi erkin va ravon bo'lishini ta'minlab beramiz.